Endi men yurgan yo'l yaxshi bo'lmasa, nima qilmaydi, shu yoqda birov qaramadi, mana bu yil xudo olasa erta jazdan mana yo'llarda avtogiridani tekizlab ustiga sheben to'kib berdi. Mana ayildi boshdan oyog'iga sheben bo'ldi. Endi xudo xolasa mana stolbalarni ham yangilab beramiz deyapti. Buni hozir 15 ta stolbamiz o'ta nochor, zastava ketgan bu. Mana 3% ketadi bu yoqqa. Shunga bir yangi stolba qo'yib beraman degan, shu ham endi harakat qilsa, buni ham qo'ydirib olsak, endi ayil 8 ekan, o'g'lon keladi. Chegarada yashaymiz endi bu yerda bo'lib ham oraligimiz 50 metr ham yo'q, men uyda yoqda 50 metrdan keyin O'zbekiston endi o'rtada kanal chegara bo'ladi bizda. Aybek ukamizga rahmat, mana mahallamizni yo'llarini juda chiroyli qilib berdi. Alloh ishlarini ilgari qilsin, elga bosh bo'lib yursin, Xudoyim avringni bersin, doim martabasi baland bo'lib, yaxshi bo'lib yuraversin. Xudo xolisi kelajakda yana qiladigan ishlarimiz ko'p, bizga ko'pdan ko'p yordamlarni berib, saylanib ketsa, Xudo xolisi ko'p ishlarimizni qilib beradi. Chunki tilakdoshmiz. Chegarada yashaymiz, qani endi chegaralarga yordam bersa, ochilsa, Xudo xolisi kasalliklar yo'yilib ketsa, ochilib ham ketar. Endi shunga el mana borda shu to'kkan mahalda duo qilishdi shu deputat nimasiga. Va umr bersin shu odamga mana undan keyin mana ishlari yurishib kelsa mana ko'p ishni qilib beraman deyapti hozir endi. Bizda endi mana chegara uchun ko'p nimalar odamlar duo qildi mana shu rahmat shu bolaga mana xizmatinglar deman deyapti. Endi Xudo xolasa ajamas endi. Yana boshqa deputatlar o'sha turib ko'rinib turib keyin kelmay qo'yishi endi ehtimoldan holi emas. O'zimizdan ekan deputat mana bazoqlardan. Shu endi bo'lib qolsa, shu qarar endi hamma yo'q bir nima qilib ellarga shu yaxshi niyatdamiz endi biz ham saylanib qolsin degan o'yda.